Qilavering. Xo'sh, davom etamiz akalar, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor shaharchasiga kelganmiz. Ana sizga xona. Xo'sh, adashmasam shu 250 kilometr yurib keldik. Hozir tomon borib qolgan, yaxshi suvchi olib. Xo'sh, xonani sizlarga shunday o'tamiz, keyin video obzoriga davom etamiz. Qaranglar, bu taraf hovlidan kirib kelish bo'ladi. Mana bu taraf ikkita deraza. Uyimiz 310 taxminan, hali o'lchab ko'rmadik, taxmin qilyapmiz. 310 bo'lsa, uzunasi shu 7 metr, 7,5 metr bor. Uy deganlar endi aytishyapti, aka, spalnini boshini bu tarafga, bu tarafga qarab qo'ysak bo'ladi. Qaysi taraf ma'qul sizga, bizga ham bir ideya bersangiz degandilar. Mana bu yerda konsert uchun joy bor, ko'rasizlar, mana bu yerga konsert tushadi. Hozir endi iloj bo'lsa, shkaf mana shu yergacha agar bo'ylasa, mana shu joyga bitta shkaf o'lchab ko'rib, shkafni shu tarafga qo'yib, spalnini boshini bu tarafga qilamiz. Ikkita sandig'i bor ekan, keyin tosh o'ynasi bor ekan, u qo'yiladi, xudo xolasa. Davom etamiz. Ana sizga patologlar nega anchagina chiroyli qo'yib bakam. Xo'sh, tugatdik ustonovka jo'rlarni. Endi sizlarga qisqacha video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu aytgandek ozroqdan tomog'im yaxshi suv chiqib qo'yganimiz uchun sal og'rigan, shuning uchun ma'zur tutasiz, ozroq gapimiz tushunmovchilik bo'lib qolsa agar. Xo'sh, olib kelgan manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati va Samarqandga o'rganib qolibmiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor shaharchasidan bir 4-5 kilometr nariga olib kelganmiz. Ko'ringlar, mebelimizni tushganini. Bu yerda o'tganimizda kirish joyi bu taraf bo'ladi, bu taraf qo'shni taraf, ya'ni hovli taraf deraza. Ana sizga uyimiz. Xo'sh, uyni remontiga o'tamiz. Uy mana shu aka qancha remontdan chiqardingiz? 24-yil sentyabr 1 yil qolibdi-da, salkam. Xo'p, qaranglar, 1 yil oldin remont bo'lgan. Aboylar, endi kimga qazo bo'lsa, remont haqida ham bir qisqacha aytib ketaylik. Remont bo'lgan. Patologlar hamma narsasi ishlov berilgandi, lyustralar bor. Endi mana buni qarang. Moshni qilishgan bo'lku, remont ham lekin rosa bizga yoqdi, lekin biz Jizzaxda hamdaqa qilib hashamga ishlov berishmaydi. Endi Samarqand, Qashqadaryo, endi ko'ryapmiz. Samarqand territoriyasi rosa qiziqadi lekin mana shunaqaga. Xo'p, mana bu lentachani bilasizlar, hozir hamma yoqda ishlatiryapti mana. Patologlarga ham daj ishlov berilgan shunaqada. Endi pardasini qilinglar. Kelinlar, ko'ryapsizlarmi? Kelinlar bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa mana pardasi. Pardasi ham anchagina akam kelinga hamma narsani tayyorlab qo'yibdilar. Faqat kelin kelsa bo'ldi aka. 21-uyingga nasib bo'lsa to'y kelingizlar. Qarang. Istiqlol to'yxonasi. Xudo xolasa, qarang aka. Gilamni o'zingiz qilyapsiz. Pardani o'zingiz olyapsiz. Yotoqxona mehmon. Kelinga hech narsa qoldirmayapsiz-da? Aka, yashang. Bu sizda bo'lsa hamma qudalar sizda bo'lsa, xudo xolasa. Endi kimni qurbi qanaqa, kim qanaqa gaplashadi bilmadim. Xo'p, mebelga o'tamiz. Aka, qanday internet orqali zakaz qildingiz? Zo'r. Faqat telefonda zakaz qildik. Sizdan kurs so'raymi? Sizdan kurs so'raymi? Ko'rsatsangiz ko'rsating. Va biz telefon orqali zakaz qildik. Jizzaxdan Svizmayli. Ozodjon bilan Zohidjon kelib, o'rnatib o'zlari dastavka qilib qo'yib ketdi. Uyni razmeriga mo'ljallab, otasiga rahmat bu yigitlarni. Internetga ishonmaymiz deganlarga endi men hammaga javob bermayman. O'zimiz uchun javob beraylik. Nima deysiz? Haqqoniymi? Haqiqiy arzon sifatli mebel. Yo'qdimi? Tavsiya qilasiz mashqlarga ham? Boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Pulimizga arziydi. Yashang aka. Xo'p, qaranglar. Shkafiga o'tamiz. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Mana bunaqa zilari plastmas to'xadan bo'lgan. 4 ta eshikli, ya'ni 3 ta xona bo'ladi, 6 ta eshik. 240 ga 215, 220 bo'ladi, plus minus 2-3 sm. Ichlari 50 sm bo'ladi. Ana sizga turishi. Xo'sh, ishlarini ko'rsatamiz sizlarga, ana sizgacha 50 sm-ligini aytdik, tepada shapka polka, vishilkamiz bor, oshimoshlari 1, 2, 3, 4 ta bo'ladi, ya'ni vakuumnikdan ham qo'yganmiz mana. O'zi yopiladigan akalar. Xo'sh, oyna o'rtasi qaranglar, ikkita chekkasi kiyim ilishga bir xil, o'rtasi kiyim taxlashga bo'ladi, mana sizga kiyim taxlashga. Bonusiga sevcha, bonus o'tmayapsan deganlarga sevcha qilib beramiz akalar, ukalar, opalar, singillar. Ana sizga tagida tortmasi, ikkita tortmasi bor. Tortmachalari ham yaxshigina chiroyli ochilib yopiladi. Hech qanaqa joydan muammo yo'q. Mana sizga svitelniklari kechqurunga svitelnik vazifasini bajaradi sizga, xudo xolasa. Xo'p, tremosga o'tamiz. Tremosning uzunasiga 1.20, mana shu turishi 1.20. Endi kelinlarimiz, aka-ukalarimiz qo'yadigan joyingiz iloji bo'lsa mana resetkani yoniga qo'ysalaring mana buni. Kelinim sochini bo'yayman deydi. O'zlaringiz kerak narsaga ishlatasizlar mana bu resetka qancha bunga haqqimiz shuncha yaxshi. Xo'p, balandligi 2 metr bo'ladi. 1.20ligini aytdik, bitta taraf mana kiyim taxlashga bo'ladi. Ya'ni kiyimcha deymizmi, akalar nima bo'lsa o'zingiz ishlatasizlar. Endi ishlatishlardan olib kirib xizmatni qilish bizdan. Xo'p, balandligini aytdik, ishlarini ko'rsatdik, 4 ta tortmacha bo'ladi, har birida 2 ta ruchkacha. 2 ta ruchka bormi, znash 2 ta qo'llab ochib, 2 ta qo'llab yopish kerak degan, ha. Endi biz mutaxassis bo'lganmiz, mana o'rtadan qilsangiz ham siz ham yopaverasiz.
Ana sizga qancha ko'proq ishlatmoqchi bo'lsangiz, ikkita qo'llab nima qo'yilgan bo'lsa, o'shani bor-boricha eslasangiz, umri ancha uzoq bo'ladi. Kelinimiz uchun o'tiradigan stulchigi bilan nasib bo'lsa, tumbichkasi mana bundan ikkita bo'ladi. Bu tarafda bitta, bu tarafda bitta, mana bu ham vakuumli variantida. Xo'sh, spalnisiga o'tamiz. Spalnisi 210 ga 170 standart. Xohlovchilar, bu akalar mana displey bo'ladi, ustida mana turli machalka bo'ladi. Qalinligi ko'rasizlar. Bu 4 santimetrli machalka bo'ladi. Xo'sh, zilani boltga ikkilik olingan bo'ladi. Qaranglar, agar xohlasalaring matras oluvchilar, yo'q, biz matras xohlaymiz ukajon, matras kerak bizga desangiz, ustiga 1 million so'm raznica bo'ladi. Sizga 100 dollarlik matras xudo xolasa olib borib beramiz. 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bilan xudo xolasa. Ana sizga bosh tomoni. Xo'sh, mana bu bosh tomoni bu endi kubikchalik qilingan. Yo'q, ukajon, menga xohlamayman. Boshqacha deb o'zingiz rasmini tashlab bering, o'sha siznikini fasoningizda ham yasab beramiz. Bizda bor-ku Jizzaxda. Klient nima desa, o'shani sizni yo'lingizga qarab yuramiz, xudo xolasa. Ko'ringlar, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. 91 kodi bilan 941 45 44 aloqaga chiqasizlar. Jizzax Zidroy Samarqandgacha dastlabki ustunovka bepul, qolgan viloyatlarga ozroqgina faqat yo'l kirasiga xarajatimizni berishingiz kerak bo'ladi. Chunki mashinam gazda yuradi, tushunasizlar o'zlaring. Ko'ringlar, xonaga menimcha idealni ajoyib bo'ldi. Keladigan kelindan poyqadamli bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin, shu xonadonda yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin, biz ham mana shunaqa mebellarni xizmat qila olaylik. Charchamaysizlar. Qilavering. Xo'sh, davom etamiz akalar, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor shaharchasiga kelganmiz. Ana sizga xona. Xo'sh, adashmasam 250 kilometr yurib keldik. Hozir tomon borib qolgan, yaxshi suvchi o'rib. Xo'sh, xonani sizlarga tushuntirib o'tamiz, keyin video obzoriga davom etamiz. Qaranglar, bu taraf hovlidan kirib kelish bo'ladi. Mana bu taraf ikkita deraza. Uyimiz 310 taxminan, hali o'lchab ko'rmadik, taxmin qilyapmiz. 310 bo'lsa, uzunasi shu 7 metr, 7,5 metr bor. Uydagilar endi aytishyapti, aka, spalnini boshini bu tarafga, bu tarafga qarab qo'ysak bo'ladi. Qaysi taraf ma'qul sizga, bizga bir ideya bersangiz degandilar. Mana bu yerda konditsioner uchun joy bor. Ko'rasizlar, mana bu yerga konditsioner tushadi. Hozir endi iloj bo'lsa, shkaf mana shu yergacha agar bo'ylasa, mana shu joyga bitta shkaf o'lchab ko'rib, shkafni shu tarafga qo'yib, spalnini boshini bu tarafga qilamiz. Ikkita sandig'i bor ekan, keyin tosh o'ynasi bor ekan, u qo'yiladi, xudo xolasa. Davom etamiz. Ana sizga patologlar nega anchagina chiroyli qo'yib bekam. Xo'sh, tugatdik ustunovka joylarni. Endi sizlarga qisqacha video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu aytgandek ozroqdan tomog'im yaxshi suv chiqib qo'yganimiz uchun sal og'rigan, shuning uchun ma'zur tutasiz, ozroq gapimiz tushunmovchilik bo'lib qolsa agar. Xo'sh, olib kelgan manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati va Samarqandga o'rganib qolibmiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor shaharchasidan bir 4-5 kilometr nariga olib kelganmiz. Ko'ringlar, mebelimizni tushganini. Bu aytib o'tganimizdek kirishoy bu taraf bo'ladi, bu taraf qo'shni taraf, ya'ni hovli taraf deraza. Ana sizga uyimiz. Xo'sh, uyni remontiga o'tamiz. Uy mana shu aka qancha remontga chiqardingiz? 24-yil sentyabr 1 yil qolibdi-da, salkam. Xo'p, qaranglar, 1 yil oldin remont bo'lgan. Aboylar, endi kimga qazo bo'lsa, remont haqida ham bir qisqacha aytib ketaylik. Remont bo'lgan, patologlar hamma narsasi ishlov berilgandi, lyustralar bor. Endi mana buni qarang. Moshni qilishgan bo'lku, remont ham lekin rosa bizga yoqdi, lekin biz Jizzaxda hamdaqa qilib hashamga ishlov berishmaydi. Samarqand, Qashqadaryo, endi Qashqadaryo endi ko'ryapmiz. Samarqand territoriyasi rosa qiziqadi, lekin mana shunaqaga. Xo'p, mana bu lentachani bilasizlar, hozir hamma yoqda ishlatyapti mana. Patologlarga ham daj ishlov berilgan shunaqa. Endi pardasini qo'yinglar. Kelinlar ko'ryapsizlarmi? Kelinlar bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, mana pardasi. Pardasi ham anchagina akam kelinga hamma narsani tayyorlab qo'yibdilar. Faqat kelin kelsa bo'ldi, aka. 21-uyinga nasib bo'lsa to'y kelingizda. Qarang. Istiqlol to'yxonasida. Xudo xolasa, qarang aka. Gilamni o'zingiz qilyapsiz. Pardani o'zingiz olyapsiz. Yotoqxona mehmon. Kelinga hech narsa qoldirmayapsiz-da. Aka, yashang. Bu sizda bo'lsa hamma qudrat sizda bo'lsa, xudo xolasa. Endi kimni qurbi qanaqa, kim qanaqa gaplashadi bilmadim. Xo'p, mebelga o'tamiz. Aka, qanday internet orqali zakaz qildingiz? Zo'r. Internet faqat telefonda zakaz qildik. Sizdan kurs so'raymi? Sizdan kurs so'raymi? Ko'rsatsangiz ko'rsating. Va biz telefon orqali zakaz qildik. Jizzaxdan Svizmayli. Ozodjon bilan Zohidjon kelib, o'rnatib o'zlari dastavka qilib qo'yib ketdi. Uyni razmeriga mo'ljallab, otasiga rahmat bu yigitlarni. Internetga ishonmaymiz deganlarga endi men hammaga javob bermayman. O'zimiz uchun javob beraylik. Nima deysiz? Haqqoniymi? Haqiqiy arzon sifatli mebel. Yoqdimi? Tavsiya qilasiz sizlarga ham? Boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Pulimizga arziydi. Yashang aka. Xo'p, qaranglar. Shkafiga o'tamiz. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Mana bunaqa zilari plastmas po'xadan bo'lgan. 4 ta eshikli, ya'ni 3 ta xona bo'ladi, 6 ta eshik. 240 ga 215, 220 bo'ladi, plus minus 2-3 sm. Ichlari 50 sm bo'ladi. Ana sizga turishi.
Xo'sh, ishlarni ko'rsatamiz sizlarga, mana sizgacha 50 santimetrligini aytdik, tepada shapka polka, vishilkamiz bor, o'shimoshlar 1, 2, 3, 4 ta bo'ladi, ya'ni vakuumnikdan ham qo'yganmiz mana. O'zi yopiladigan akalar. Xo'sh, oyna o'rtasi qaranglar, ikkita chekkasi kiyim ilishga bir xil, o'rtasi kiyim taxlashga bo'ladi, mana sizga kiyim taxlashga. Bonusiga sevcha, bonusga o'tmayapsan deganlarga sevcha qilib beramiz akalar, ukalar, opalar, singillar. Ana sizga tagida tortmasi, ikkita tortmasi bor. Tortmachalar ham yaxshigina chiroyli ochilib yopiladi. Hech qanaqa joydan muammo yo'q. Mana sizga svitelniklari kechqurunga svitelnik vazifasini bajaradi sizga xudo xolasa. Xo'p, tremosga o'tamiz. Tremos uzunasiga 1.20, mana shu turishi 1.20. Endi kelinlarimiz, aka-ukalarimiz qo'yadigan joyingiz iloji bo'lsa mana bu resetkani yoniga qo'ysalaring mana buni. Kelinim sochini bo'yayman deydi. O'zlaringiz kerak narsaga ishlatasizlar mana bu resetka qanchasi bunga yaqin bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p, balandligi 2 metr bo'ladi. 1.20ligini aytdik, bitta mana kiyim taxlashga bo'ladi. Ya'ni kiyimcha deymizmi, akalar nima bo'lsa o'zingiz ishlatasizlar. Endi ishlatishlardan olib kirib xizmatni qilish bizdan. Xo'p, balandligini aytdik, ishlarini ko'rsatdik, 4 ta tortmacha bo'ladi, har birida 2 ta ruchkacha. 2 ta ruchka bormi, значит 2 ta qo'llab ochib, 2 ta qo'llab yopish kerak degan. Endi biz mutaxassis bo'lganmiz, mana o'rtadan qilsangiz ham siz ham yopib olasiz. Ana sizga qancha ko'proq ishlatmoqchi bo'lsangiz, 2 ta qo'llab nima qo'yilgan bo'lsa, o'shani bor-boricha eslatsalaring, umri ancha uzoq bo'ladi. Kelinimiz uchun o'tiradigan stulchigi bilan nasib bo'lsa, tumbichkasi mana bundan 2 ta bo'ladi. Bu tarafda bitta, bu tarafda bitta, mana bu ham vakuumli variantidan. Xo'sh, spalnisiga o'tamiz. Spalnisi 2.10 ga 1.70 standart. Xohlovchilar, bu akalar mana displey bo'ladi, ustida mana turli machalka bo'ladi. Qalinligini ko'rasizlar. Bu 4 santimetrli machalka bo'ladi. Xo'sh, zilani boltga ikkiga olingan bo'ladi. Qaranglar, agar xohlasalaring matras oluvchilar, yo'q, biz matras xohlaymiz ukajon, matras kerak bizga desangiz, ustiga 1 million so'm raznica bo'ladi. Sizga $100 matras xudo xolasa olib borib beramiz. 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bilan xudo xolasa. Ana sizga bosh tomoni. Xo'sh, mana bu bosh tomoni bu endi kubikchalik qilingan. Yo'q, ukajon, menga xohlamayman. Boshqacha deb o'zingiz rasmini tashlab bering, o'sha siznikini fasoningizda ham yasab beramiz. Bizda bor-ku Jizzaxda. Klient nima desa, o'shani sizni yo'lingizga qarab yuramiz, xudo xolasa. Ko'ringlar, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. 91 kodi bilan 941 45 44 aloqaga chiqasizlar. Jizzax Ziro Samarqandgacha Tassako ustunovka bepul, qolgan viloyatlarga ozroqgina faqat yo'l kirasiga xarajatimizni berishingiz kerak bo'ladi. Chunki mashinam gazda yuradi, tushunasizlar o'zlaring. Ko'ringlar, xonaga menimcha idealni ajoyib bo'ldi. Keladigan kelinlar poyqadamli bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin, shu xonadonda yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin, biz ham mana shunaqa mebellarda xizmat qila olaylik. Charchamaysizlar.